Salom bolalar, nima gap sizlar bilan bugun Nuptan Pro. Bugun Atfut degan o'yin bor. O'yin men endi prilojeniyani bilmayman. Futbol haqida, xullas futbol komandalarini yig'asizlar. Yig'ib boshqalar bilan jang qildirib ko'rsanglar bo'ladi, o'yinga tashlasanglar bo'ladi. Hozir shuni ko'rsataman. Juda yaxshi o'yin, lekin menga yoqadi. Va bunda bitta ligadagi o'yinchilarni yig'ishinglar kerak, iloji bo'lsa. Keyin PES o'ynaydigan bo'lsa, Icon degan anov bor. Futboldan ketganlarni aniq qiladigan. Shunaqa yig'asizlar. Masalan, hozir men Premier Ligadan yig'moqchiman. Hozir men birinchi noto'g'ri yig'ib ko'rsataman, keyin to'g'ri yig'ib ko'rsataman. Masalan, hozir biz reytingga qarab yig'sak faqat mana 97 Ruston tanlaymiz. Bu yerdan Donnarumani tanlaymiz. Bu yerdan Gvardiol tanlaymiz. Bu yerdan Kubarsi chiqdi, Yoro bor ekan. Reyting Yoro bilan login Yoroni olamiz. Keyin Bright chiqyapti 94. Keyin 87 Gomez chiqyapti, Gomezni olamiz. Keyin 97 Pirlo bor, Altano Bumatti bor. Pirloni olamiz. Ayol kerak emas. Gumarais olamiz. Vitinha 95 olamiz. O'ng qanotga Rivaldo 91. Mana Icon mana shunaqa bo'ladi. Hop, chap qanotga Antonini olamiz. Qaylar hozir reytingimiz 92. Yonida turgan narsa bor. James Terry. Mana shu 24 bo'lib turibdi. Bu qancha past bo'lsa, shuncha o'ynayotgan paytinglar qiynalasizlar. Hozir ko'rsataman. Pastda zaxira o'yinchilar bor. Uni ham yig'asizlar. Birinchi bardakslar chiqadi. Keyin ikkita himoyaga beradi. Carreras bor, bizda Gvardiol bor. Kerak emas. Dias chiqyapti. Olib qo'yamiz zaxiraga. Yo'ron o'rniga tushiramiz. Hop, bu yerda kerakli o'yinchilar yo'q. Hammasi reytingi past. Uchun komandamizga shunchaki olib qo'yamiz ularni zaxiraga. Hop, 84. Kamavinga yo'q, tushmaydi. 85 68 86 95 faqat kamda o'ynar ekan bu. Anolarga ham pozitsiyalarga ham ahamiyat beraman. SDM, SM deb yozib qo'ygan Kaysedoga. Masalan, Kaysedoga SDM, SM deb yozib qo'ygan. Hop. Buni supportni bossanglar, o'zi avtomatik yig'ib beradi. Support bor. Supportni bossanglar avtomatik yig'ib beradi. Bosamiz, yig'ib beradi. Hop, keyin ko'rasizlar, komanda yig'ildi. Pastiga qarasanglar, masalan, Antonin tagiga qarasanglar, 3 ta emas yulduzchasi. Hozir ko'rsataman. Bunda 2 ta, masalan, bunda 3 ta, chunki bu Icon. Bular hammasi bitta ligadan bo'lganligi uchun ko'proq turibdi. Mana La Liga bu. Antoni, qolganlari Vitinha anudan, Liga 1dan, bu esa boshqa liga, ayollar ligasidan. Shuning uchun bularga bu Italiya ligasidan Pirlo. Shuning uchun hammasi har xil seriyadan. Shuning uchun hammasi har xil bo'lib turibdi hozir. Shuning uchun bular 3 ta emas. Bu nimaga kerak? Mana play'ni bosasizlar. Komandani reytingini chiqarib 90 reytingda 26 anusi bilan olib chiqadi. Bitta ochkolar ham beradi. Fatalni bosasizlar. Bu 2 ta bor. 2 ta tomonda bor. Men birinchi nosini ko'rsataman. VS Alini bosasizlar. Onlayn o'ynasalar ham bor. Internetga yoqib kirasizlar. Har bitta o'yinchilar darajasi bor. Ya'ni masalan, Ruben Dias himoya 85 eng balandi. Pirloniki to'pni kontrol qilish, kontrol, hujum, himoya. Hammasiniki bor. Uni komandasi bor keyin mana. Komandasi 3-4-2 ekan, past 2-1 shunaqa taktika ekan. O'yinchilar ko'rsatgan, bu ko'rsatmaydi. Bir-birlari bilan bellashtirsa kuchlarini, masalan, 95 buni himoyachi. Biz hozir pastdan boshlaymiz. Mana 87. Xullas, mana pastdagi 3 ta to'liq turgan bo'lsa, pastdagi 3 ta to'liq turgan bo'lsa, 2 ta qo'shadi. Qanaqasi mana 2 ta qo'shgan bu yerda. O'sha kuchiga, o'zini kuchiga 2 ta qo'shgan. Ko'rishinglar mumkin, 2 ta qo'shib qo'ygan. Hop, buni Antoniga kirsanglar, Antoni 0. Antoniniki 0 bo'lib turibdi. Shuning uchun komanda yaxshi bo'lmaydi shunaqa qilsalar. Hozir mana o'ynatib ko'rsataman.
87 himoyani beramiz. U hujumidan bittasini mana Kylian Mbappe bor ekan, 94 ekan hujumi. Biz yutib qo'ydik 1-0. Shot общий 10 tagacha boradi. 5 5 bo'lsa oxirida bitta qolgan o'yinchi anavi qiladi, bir-biri bilan bellashadi. Unaqa bo'lib qolsa ko'rsataman yana. Hozircha shunchaki bellashaman. Hujum tashlayapti. Hujumdan kelyapti. Biz himoyamizni chiqarishimiz kerak. Paslarni beramiz hozircha 87. Jude Bellingham. U La Ligadan yiqqan, men Premier Ligadan emas. Sizlarga ko'rsatish uchun chala-kulda qilib yig'dim. Hop. Gumaraysni berib yuboradi. Yo, Gumarays turib tursin oxirigacha. Hop. Mayli, Pirloni beramiz. Kontrol. Biladi, shunaqa bilsanglar bo'ladi. Masalan, u chiqarsin bu narsasini. Bunaqa hujum. Limi anodan chiqyapti. Pastki joyda. Limi anodan chiqyapti. Nima desam bo'ladi? Real Betis komandasidan LMda o'ynaydigan bitta o'yinchi chiqyapti. Bu menimcha Antoni bo'lsa kerak, yani bilmadim. Antoni, shunga qarab ko'rib olsanglar, Antonining kartalari bor, ko'p o'ynasanglar tushunib olasizlar. 95 beramiz. Yo'q, Rikelme ekan. Boshqa o'yinchi ekan. Antoni chap qanot edi. Shuni ustida adashdim. Hop, hujumni beramiz yana 97. Shot hozircha 2-2. 3-2 bo'ldi. Hop, hujum. Bizniki himoyamiz 91. Hop. 91 hujum yana. Yaxshi, bizda 5. U yuradi endi. Hujum. Himoya 88. Lamin Yamal olib qo'ydi hozir. Kiyimizda. Biz yutdik. Shotimiz 6 bo'ldi chunki. Biz avtomatik yutdik bu o'yinda. Bo'ldi. Himoya. Hujum 81. Antoni berib yuboramiz. Bo'ldi, biz yutdik. 6-4. 10 gacha boradi. Ikkita shot yiqqanda 10 gacha o'ynadi. Bizga podarkalar beradi. Podarkalarni ochsanglar bo'ladi. Podarkalarni storedan ochsanglar bo'ladi mana. Bu anoniki. Pulga ochiladigan, tepada pul turibdimi, o'shandan ochiladigan. Bu o'sha bizga o'ynaganimiz uchun berganlar, tekinliklar. Bosib ochib olasizlar. Meni tiqilib ketgan. Ko'p o'ynaganman bu o'yinda. Yaxshi ko'p masaga o'ynayman. Penni bosasizlar ochiladi. Ikon tushyapti. Chap qanot Italiya Zambrotta. 86 kartasi. Hop, 89 dan 93 gacha. O'zimiz tanlab olarganmiz. Hop, Alex Plata, Moore, keyin Steven Gerrard bor ekan. Biz Moore'ni olamiz. Xullas bolalar, bugungi video tugadi. Video 8 minut bo'lib qolibdi o'zi. Hop, buni yana boshqacha funksiyalari qiziq bo'lsa, yana nimalardir mana shu program haqida tushuntirish kerak bo'lsa, yana bitta video qilaman, chunki bitta videoga sig'dira olmadim. Buni yana ko'p narsalar bor hali. Keyin shu bilan ikkinchi videoda ko'rishib qolamiz. Bolalar, sizlar bilan Nubdan Pro bo'ldi. Charchamanglar, sog' bo'linglar, o'zinglarga tot qo'yinglar.